Ikkala ogohlantiruvdimi, animator urish mumkin emas deb, shtrafi ham bor. Lekin aka hech narsa qilmadi. Вот именно qildi. Voy, chiroyli qiz ekan. Nima qilib bo'lsa ham shu qizga uylanaman. Ko'p yashang, baxtli bo'ling, o'g'lim bilan qo'sha qaring. Ilohim shunaqa chiroyli kelin oldim, baxtim. Sen jinniromisan, nima qilsan? Ishim yaxshi ko'rardim deb sog'indim. Borayoq. Aka bola. Bo'lyapti. O'xshadimi? Qattiq o'xshaydi. Qo'rqib yotibdi-yu. Qo'rqqanda nima ham bo'lardi? Oddiy narsadan ham qo'rqolmaydi deb bolam. Qolib qoldimi? Jonim. Hey. Jonim. Bu Instagramda ko'rganimda erini arabcha o'ynab kutib olmasmidi? Questga xush kelibsiz adajon. Kelinlikka xos prikol vaqti emas. Nima deyishganman? Hojatxonaga kirish uchun 3 ta kalit topishingiz kerak. 3 ta? Shuni 2 ta qilaylik. Xolasiz, podskazketimi? Shart emas. Oyis qayerda? Ay, kalit topmasangiz kira olmaysiz lekin. Kirmasa ham bo'ladi. Parashyut qat. Hamma o'zim topaman. O'zingiz bilasiz. Xotin, qo'y, uxlaylik. Men nima qildim? Xotini yana qo'rqitmoqchi. Yana bu narsa kerakmi, adajon? Yo'q. Oyim bo'lsa kerak-da. Nimami? O'g'limi?